Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mesela o'tgan darsimiz mavzusi ishki o'zgarguvchisi bor siziqli ta'minlash sistemasi o'rin almashtirish usuli orqali yashash. Qanundaqda darsimizda mundaq bir misol bilan boshlaylik. Bizga ta'minlash sistemasi berildi. Bu ta'minlash sistemasi o'rin almashtirish usuli orqali qanday yashashmiz. Onun uchun biz bu bergan ta'minda xalqan birisini alsak bo'ldi. Benim için bu birinci tamam oңайырақ. Şu sebeple birinci tamamda x'ni y arqali yoki y'ni x arqali ifodlayman. Oldi bilan ifodalash deganimiz nima? Ifodalash. İfodalash masalan qancha o'zgaruvchi bo'lsa tamamida ularning birisini ikkinchisi yoki qolganlari orqali ifodalashga bo'ladi. Yana birinchi misolda biz qarashtirib x'ni y orqali qanday ifodalashga bo'ldi. Ikkinchisi aksincha y'ni x orqali qanday ifodalashga bo'ldi. Shuning uchun mana o'xshash tek misollarni oldim. Bu misol orqali biz x'ni y orqali yoki y'ni x orqali ifodalaymiz. Albatta misolimizni eshitdim burun. Qaranglar. Birinchisida biz x'ni y orqali ifodalash kerak. Demak, bu yerdan x tepish kerak degan so'z. X tepish uchun 5 plus y o'ng o'tkazitimiz minus y bo'ldi. Demak, x'ni x'ten 5 ile y. Yani x'ni tapdık. Yani x'ni y arqali ifodaladik. İkincisinde x qo'shgan y teng 5. Endi biz y'ni x arqali ifodalaymiz. Y teng 5 ilingan x. Mana hisobimiz shundan chiqdi. Kelasi misol. X ilingan y teng 5 deydi. O'shaga biz bu yerda x'ni y arqali ifodalaganda x teng 5 yazımız minus y so'ngda o'ng o'tgan bo'lib plus y bo'ldi. Şunday hesabımız mana çıktı. Yani x'ni y arqali ifodaladik. Yani ikincisinde y'ni x arqali ifodalaganda bu yerda qarang, y deb yozsa xato qilishimiz. Bu bizning minus y teng 5. Bu biz ijobiy son turibmi? Tamamız bo'yicha. Buni o'ng o'tkazgan minus x bo'ldi. Ana qarang, bu y'ni oldi minus turdi. Bu minus qanday qutulamiz? Minus qutulish uchun biz minus 1 sonini ko'paytirib beramiz. Shu joyda minus 1 sonni har ikki taraf ko'paytganda bu yerda y teng bo'ldi. 5'imiz minus 5. Bu minus x'imiz plus x oldu. Yani bunu redlep chiroyli yozish uchun y teng ijobiy son oldiga yozaylik x minus 5 deb bunda yozg'ili bo'ladi. Endi kelasi misolda 2x qo'shgan 3y teng 7 deydi. Bu yerda x'ni y orqali ifodalaymiz. Onun uchun biz 2x deb yozamiz. 2x teng 7 minus 3y deb yozamiz. Andayken bu aldığı işkinin qutuluşumuz gerek. Yani x'ni y arqali ifodalaganda x'ning aldığı hech qanday salbiy tamg'i bo'lmash kerak, ham qanaqdir birdan boshqa koeffitsient bo'lmash kerak. Demak, endi bu ishkini qanday qutulmayman? Barlig'ini bir-birlab 2 ga bo'lma. Bu yerda 2 ga bo'lsam x qildi. Teng 7 ni 2 ga bo'lsam 3.5 bo'ldi. Minus 3 y'ni 2 ga bo'lsa 1.5 y bo'ldi. Demak, x'ni y arqali ifodalay oldim. Kelasi misolda endi aksincha y'ni x arqali ifodalaymiz. Yani shuni o'xshash misol. Endi bizga 3y teng 7 ilingan 2x bo'ldi. Shunda qo'y. Endi biz oldiga 3 ni qutilish uchun bir-birlab 3 ga bo'lma. 3 ga bo'lsam y teng 7 ni 3 ga bo'lsak bu del bo'lmaydi. Demek bunun indi bezme 3'tün 7 de bezme. İlgan 2 3 koysak bu del bölünmeydi. 3'tün 2 x de bezme. Yani bunu aralasan alanırsak bolu ki teng bu iki bunda yazılı y teng 2,3'tün 1 ilgan 3'tün 2 x de bunda yazılı boldu. Kelesi misal 3 y ilgan 2 x teng 7 dedi. Bu yerda minus 2 x de başlayımız. Yani x'ni y arqali ifodalaymiz. Teng 7 ilgan 3 y. Endi bu minus 2'ni qutulush uchun men bir-birlab minus 2 ga bo'lib olay. Shu chog'da minus 2 bo'lsam x teng 7 minus 2 bo'lsak minus 3.5 bo'ldi. 3'ni minus 3'ni minus 3'ni y'ni minus 2 ga bo'lsak plus 1.5 y bo'ldi. Endi x teng redlab yozib olaylik. Bu tamg'isi ijobiy son oldiga yozaylik 1.5 y. İlgan 3.5. Yani x'ni y arqali ifodaladim. Kelasida bir y'ni x arqali qanday ifodalaymiz? Minus 3 y deb boshlaymiz. Teng 7 ilgan 2x. Bu minus 3'ni qutulish uchun bir-birlab minus 3 ga bo'lib olamiz. Y teng 7 ni minus 3 ga bo'lsak. Qarang, minus 3 ni minus 3 ga bo'lsak 1. Mana y
7'ni minus 2 ko'rsak minus 2,3'tün 1 birde yazaylik. Minus 2x'ni minus 3 ko'rsak plus 3'tün 2x. Hem bu tamamız ijobiy son aldığı yazsak y'ten 3'tün 2x yığılgan 2,3'tün 1. Demek biz hazırkı masalda y'ni x arqılı, x'ni y arqılı ifadelədik. Endi bayaqı masalımıza köçeylік. Bayaqı masalda mən birinci təlimdə x'ni y arqı ifadelə x'ten 7 yığılgan y. Demek x'imiz qancha ekan? 7 yığılgan y'ga teng. Endiki növbətdə biz benim şəngli bolu x'imiz 7 yığılgan y'ga teng degan söz. X'nin ornuna 7 yığılgan y'ni qoyğılı boldu. Misal üçün 5 teng 3 qoşulan 2 desek, 3 qoşulan 2'nin ornuna 5'ni qoyğılı bolu, 5'nin ornuna 3 qoşulan 2'ni qoyğılı bolu. Şuna oxşarsa biz birinci təlimdə x'ni y arqılı ifadələdik. Endi muşu ifadəni, on tərəf turgan ifadəni ikinci təlimdə x'nin ornuna apırıb qoyumuz. Qarаңlar. 2 hani x turdu. Bu x'nin ornuna 7 ilə y. Yani x'imiz nimge teng idi? 7 ilə y teng. Demek bu x'nin ornuna 7 ilə y qoyumuz. Tırnak açıp 7 ilə y. Hani minus y köçürümüz teng qancha 5. Qarаңlar, bizning 2 o'zgarmadan tengimiz 1 o'zgarma turga keldi. Hani bu tırnak köpeytip açımız. 2 7 köpeytsek 14. 2'ni y köpeytsek minus 2 y. Minus y teng qancha 5'ga. Жығыштырмыз. Минус 2 y minus y bo'lmaydi. Minus 1 ba. Minus 3 y teng 5 minus 14. Minus 3 y teng 5 14 olsak minus 9. Barlığını bir-birlep minus 3'ge böleyli. Y teng qancha 3'ge. Biz y'ni ma'nosini topdik. Esamiz buna tek ayaqlashqan yo'q. Bizning beshida ifodalangan yerimiz bor. Demak, bu yerda biz y o'rniga 3 ni olib mana qo'yishimiz kerak. Demek ne başında x teng 7 minus y minus qancha 3. X teng qancha bo'ldi? 4'ga. Demek cevabı 4'te 3. Birinci x'in ma'nosi yozildi, ana y ma'nosi. Abar tekshirib ko'raylik. 4 kuchni qo'shsak 7 durust. Endi bu 4 3'ni ikkinchi tomonga olib qo'yamiz. 2 ni 4 ko'paysak 8, 8 3 olsak 5. Demek berilgan javob ta'limni yechimi bo'ladi. Kelesi bundaq bir ta'lim yechib ko'raylik. Bu yerda ta'limning ichida o'ng'ayroq ta'lim tepishimiz kerak. Shu chog'da biz hisobimiz chapsan chiqdi. Albatta qolgan ta'limlarni chiqarib bo'ldi, biroq shunda bir o'ng'ay yo'lga ko'chish kerak. Qaranglar. Mening uchun o'ng'ay ta'lim birinchi ta'lim. Sebab yolg'iz x turdi. Demak, x ni y orqali ifodalash men uchun o'ng'ay bo'ldi. Qolgan ta'limlarda y ni oldi, bu yerda y ni oldi 2 bor, 2 ni qutulishim kerak, y ni oldi 3 bor, 3 ni qutulishim kerak, x ni oldida -5 bor, 5 ni qutulishim kerak. Bu x ni oldida hech qanaqa son yo'q, ya'ni birdan boshqa hech qanaqa son yo'q. O chog'da bu ta'limni, ya'ni x ni y orqali ifodalash nima bo'ldi? O'ng'ay bo'ldi. Bu yerda x ni y orqali ifodalaganda nima bo'ldi? X teng birdan teng qancha? 7 yilg'an 2 y. Demak, x'imiz nimaga teng? 7 yilg'an 2 y. Mushu ifodani olib ikkinchi ta'limda x ni o'rniga olib nima qilamiz? Qo'yamiz. Shu chog'da 3y minus 5 tırnaqcha açımız x o'rniga 7 yilg'an 2 y qo'yamiz. Teng qancha bo'ldi? 4. Demek biz nima qildik? Birinchi ta'limda x ni y orqali ifodaladik. Mushu ifodani olib ikkinchi ta'limda x ni o'rniga nima qildik? Qo'ydik. Berilgan bu ta'lim ishimiz 3y minus 5 ni ko'paytsak 35 minus 5 minus 2 ko'paytsak plus 10y teng qanchaga? 4'ga. Жығыштырали 3y qo'shilgan 10y 13y teng 4 minus 35 10 o'tgan plus 35 bo'ldi. 13y teng 39'ga y tepish uchun barlig'ini 13 ga bölme yoki 39 13 ga bölib o'tsam bo'ldi. Y teng 3. Yani bu y ma'nosini olib, buni birinchi ta'limimizga nima qilamiz? Ya'ni ifodalagan yerimiz qo'yamiz. Qarang, x deb boshlanadi. Teng 7 ni ko'chiramiz minus bu oldagi 2 ni ko'chiramiz. Arsida ko'paytish bor, uni unutmaylik. Yani bu y o'rniga qancha qo'yamiz? 3 ni qo'yamiz. 2 ga 3 6, 7 dan 6 olsa qancha bo'ldi? 1. Bergan ta'limning javobi birinchi x ma'nosi yozildi. 1 da chekit 5 y ma'nosi qancha? 3. Demak, ta'limimiz yechildi. Bizga mana bir ta'lim berilsin deylik. Endi shu ta'limni yechaylik. Bu yerda o'ng'ay ta'limi yo'q. Yana bir dil ifodalashga kelgan ta'limimiz yo'q.
Çünkü aldığımız ifade tamamımızda bizde bir dili ifadeliq. Şunaqmı? Yani bir dili ifadeleydanga teya tamamı yok. Onun için biz qana qılmız. Xalqın birisini alsak boldu. Etaylık. Bu ikinci tamamı ali. Yani böyle 2y tang 7 minus 15x boldu. Tamamlanan arsıda sistem aslında böyle qo'shib unutqanmanglar. Sen tamamlan texim durus boldu. Andan keyin birinchi tamamni o'sib yezib qo'yamiz. Asta yozsaylik, yezib qo'yaylik. 2x yig'ilgan 3y tang 14. Yani qaranglar biz ikkinchi tamamni birinchi yozdik. Birinchi tamamni ikkinchi yozdik. Bundan hech qanday chataq yo'q. Endi bu oldigi ikkidan qanday qutulman? Bu oldigi ikkidan qutulish uchun men barlig'ini bir-birlab 2 bölme birinchi tamamida. Shu chaqda nima bo'ldi bizda? Y tang 72 bölsek 3,5. Nima uchun 2 böldim deganda bu y aldı qanday san tursa, shunday songa bo'lishimiz kerak. Yig'ilgan 15 bölsek 7,15 x. Yana qaranglar, y ni x orqali ifodalab oldim. Yani bu ifodani apirib, bu ikkinchi tamamida y o'rniga qo'yaman. Shu chaqda 2x minus 3 tranchida 3,5 minus 7,5 x deymiz. Tang bu 14'ni öz peşe köçürümüz. Sistemi alımız. Bu iki tamam sistemimiz arasında bunu da böyle koy değil. Endi bu tamam işleyin. 2x yılgan 10,5 bol köpeyt varsa koşulgan 22,5 x bolu tang 14'ke. 2x koşulgan 22,5 x bizde kaç boldu? 24,5 x bolu tang 14 koşulgan 10,5 qo'shaylik. Onun uchun son tarafda o'zbekcha ko'chirib qo'yamiz. Qo'shsak 24,5 bo'ladi. X tepish hech qanaqa qiyin emas. Bölütimiz bu yoq 24,5 ni 24,5 ga x dan 1 bo'ldi. Bu 1 degan javobni olib, bu x ni o'rniga qo'yamiz. Shu joyda y tanda boshlanadi. 3,5 minus 7,5 ko'paytirilgan 1 y tan ko'paytsak qancha bo'ldi? 7,5 bo'ldi. Yevetsek minus 4 bo'ldi. Demek cevabı 1'de minus 4. Şu hürmetli dostlar, bugün dersimiz ayaqlaştı. Barlarına diqqətinizə köp rahmet.